8-mart islom ummatini ayollariga Alloh taolo hijobni buyurgan. Kufr mana shu hijobda ayollarning yuzidan olgan bitta islomiy hukm bulg'angan. Shor Rossiyasi kelib, sotsialistik tuzum barpo bo'lib, shu tuzumni boshqarish kommunistlarning qo'liga o'tganda 8-mart kunini paranji yoqish, O'rta Osiyoda paranjilarini yoqib, ayollarda, musulmon ayollarda keldi ochiluv chog'i, o'zliging namoyon qil. Yuzing qanaqa, qoshing qanaqa, ko'kraging qanaqa, bo'yning qanaqa, o'zingni endi namoyon qilib ochil degan kun bo'ladi. Ayollarda islomdagi bitta hukmi kufr tarafidan toptalgan kun bo'ladi. Endi bitta musulmon odam ayoliga kelib